Hozirgi aytiladigan she'rimiz O'zbekiston xalq shoiri marhum Muhammad Yusuf qalamiga mansub Turkman qizini yo'qlab baloga qoldim deb nomlangan she'rini sizlar uchun aytib o'tamiz. Turkman qizini yo'qlab baloga qoldim. Ko'ylagiga qiziqqandim faqat to abad tuganmas g'avg'oga qoldim. Nedan ranjidingiz jon singillarim, qaboqlar uyurildi, chimirildi qoshlar. Turkman tushunmay tosh otsa chidadim, ammo yomon botdi siz otgan toshlar. Yorug' dunyoda-ku bari qiz go'zal, millat tanlamas-ku sun degani. Nigohim jayhutdan sakrab o'tsa sal, qaydan bilay sizga malol ekanin yurtim suluvlari. Sizga yo'q ta'rif, qoshingizda o'sma yursa sirg'alib. Uzun sochingizni o'rsangiz tarab, boqsa degan edim oy ham suqlanib. Asli Turkman qizi bir bahona edi, izlaganim edi sizlar kabilar. Qumsaganim hayo momolarga xos, sog'inganim edi kumush bibiylar. Yonsam hajringizda mening yonishim, kuysam siz tufayli ko'ksimdagi cho'q. Turkman qizlaridan yo'q mening tanishim, qaliniga tuyam ham tushib qolgani yo'q. Albatta o'zbek qizlarimizga yetmaydi. Sog'lig'ingizda yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.